Matematikada aksiyoma degan atama bor. Bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Tungi klublar bo'lmasligi kerak, bu aksiyoma. Tamam. Esna bu yerda o'tirganlarni ko'pi tungi klublarga kirmagansizlar, men kirganman. Mana shu chol odam. Diskoteka, tungi klublarga kirganman. Bir 15 yil bo'lib qoldi. Shu Talvasa degan romanga o'sha ma'lumot yig'ishga kirganman, o'rganganman. Ruhiy tomondan kirsangiz, maxluqdan farqi yo'q bularni. Odam emas bular. Chunki bularning ichida ko'pi giyohvandmi? Giyohvand. Tamam. O qo'lida haligi belgi bo'lmasa ham burnidan tortishadi. O yerdagilar mana sinimiz aytdilar. Ko'pi fohishami? Fohisha. Va tungi klub demaylik, o'z nomini aytaylik, buzuqlik klubi bu. Endi domlar sizlar ba'zan yumshoqlik qilasizlar, aslida sal qattiq fatvolar berish kerak. Chunki oddiy narsa-ku. Mana shu buzuq joydan topilgan daromad nima deymiz buni? Hamma narsani o'zining nomini aytish kerak. Yana bitta narsa. O'sha joyda mana sizlarda ma'lumot bor-ku. Ko'p o'sha afyun sotuvchilar o'sha yerda ushlanadi. To'g'rimi? O'sha yerda afyun furushlik, ya'ni qora dori sotish. Bundan tashqari men o'sha qiziqib yurgan paytimda bir narsani aniqlaganmiz va bu kitobda o'z aksini topgan. Mana shu afyun furushlar juda aqlli odamlar bo'ladi. Shunaqangi o'sha militsiya xodim, prokurorlar o'ylamaydigan narsalarni topishadi. Mana o'sha nima bor-ku, sovuq havo beradigan, ha? O'shani tagiga ozgina giyohvand modda tashlab qo'yishadi. O purkab havoga aralashib yoshlarni dimog'idan kiradi. Atay tortish shart emas. Va unda bir allaqanday xursandchilik, ya'ni o'sha shayton vasvasa qila boshlaydi. Xursandchilik. Ertaga u yana kelgisi kela boshlaydi. Qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi, yomonga yaqin yursang yomonligi yo'qadi. Biz uni bolasi nima bo'lsa bo'lsin o'tirursin klubida demaylik, u yomonligi yaxshilarga yuqib qoladi keyin. Shuning uchun bu kichkina masala emas. Bir odamni fojiasi, bir odamni umrini tugashi emas, bir necha odamni qamalishi emas. Bu jamiyatni bir uyg'otadigan hodisa bo'lsin.